Oshna hozir men bitta video qo'yaman ikkovinglar do'koninglar maqtab, Qorasuvlar paddashgan yorib yoradi. 1 million prosmotr bo'lib ketadi oshna. Ishamizdimi? 1 million bo'lishi qiyin-ku. 500 ming prosmotr bo'lsa, agar nima bo'lsa, akfas bo'lsa, maskinaga qo'yaveraman ikkita romiga. Agar yo'q, deydigan bo'lsa 500 ming so'm chegirma qilib beraman oshna. Yo'q, libo ishidan 500 ming so'm chegirma. Libo ishidan. Qanaqa ish bo'lishidan qat'iy nazar. Akalar, eshitdinglarmi? Xullas 500 mingta prosmotr yig'sa, komment yozgandan akfa ishinglar bo'lsa, xullas 10 millionlik ish bo'lsa 500 ming chegirma qilib beradi. Yoki menga chegirma kerak emas desanglar, akfa ishi rominglar bo'lsa, setga qo'yib beradigan. Yo, если agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, rostdan 500 mingta prosmotr bo'lib ketadigan bo'lsa, mendan ham bitta lut bor. Ha, bitta bosh oyoq futbolka yoki tipo ikkovi, boshdan oyoq. Tepa past bo'lsa ham bo'laveradi. Tepa past, mana do'stimning ham do'koni bor Qorasuvda, 107-do'kon, 3-qatorda. Do'stim ham erib ketdi, bitta lut qilib beradi ekan, tepa past. Kommentariyada aniqlaymiz. Qani endi Qorasuvliklar bir paddashga qilib yuboringlar. Do'stimning akfaxonasi hamma biladi, 3 ko'cha, tamojniga chiqib ketish, bu yog'i Xonobodga ketish. Akfa ustaxonasi. Bemalol akfa ishinglar bo'lsa, aytaverasizlar. Oshnam ham do'koniga borib bitta video qilamiz. Boshqa, xudo xolasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Molinglar kasal bo'lsa, menga uchiraverasizlar.